ikkinchi xotinga emas, birinchi xotinga ham emas. Imini mana shu xonadonlarni onajoningiz uchun olib bering. Sababi tunlari betor bo'lib, bizani boqqan onalarimiz bundan ko'piga ham arziydi. Eng kamida shunaqa podarkalarimiz bo'lsa. Bunaqa uy ishonavering, kamida bir 400-500 dollardan arendaga qo'ysalar ham, misol o'sha pulni yig'ib sizga imенно kerak bo'lgan paytda vurchat qilib yuboradigan ham onangiz bo'ladilar. Xonadonimiz Chilonzor tumanining 9-kvartalida joylashgan, ya'ni Farxatskiy, Parus, Jahon tillari universiteti o'shalarga yaqin joyda joylashgan hisoblanadi. 50 kvadrat metrdan iborat. Shundoq kirib yashashga tayyor, Yevro remont mebel texnikasi bilan sotilyapti. Eshikdan kirib kelish, eshikdan kirib kelganimizda saunzellari razdelniy. Bu yoqqa o'tganimizda esa spalnisi. Spalnisida ham hech qanaqa ishingiz yo'q. Faqatgina kiyim-kechagi bilan kirib yashayversangiz bo'ldi. Zaldan o'tganimizda oshxonani balkonga ko'chirganlar va 2 xonaga, 3 xonaga o'zgartirganlar. Bu balkonimiz 1,5 ga 6 balkon. Bu yoqqa oshxona chiqarilgan, tayyorgina tapchanlari qilib qo'yilgan. Ro'paramizda maktab, bog'cha, magazin, bozor, hamma narsa xullas yonida joylashgan. Narxiga keladigan bo'lsa, $69,000 so'rashyapti. Mana shu turishida